Ushbu uyda hamma havas qiladi. 18 gektar yer maydoni, yashil tabiat, toza havo shundoqqina yonginangizda. Sizda shunaqa kvartirangiz bo'lishi mumkin. Faiz Building qurilish kompaniyasiga tegishli bo'lgan ushbu Novostroykani 7-qavatidan 3 xonali kvartira sotuvga qo'yilmoqda. Hozir obzorini ko'rsataman. Liftlar ishlab turibdi. Keng, faizli va pokiza pod'ezd. Har bir qavatda 4 tadan xonadon. O'zi ushbu xonadonlar soni bor yo'g'i 48 dona xolos va ulardan biri aynan sizniki bo'lishi mumkin. Marhamat, 72 kvadrat metr 3 xona studiya formatidagi xonadonimiz. Kirishingiz bilan kengina koridor. Chap qo'limda birinchi xonamiz, birinchi sanuzel bo'ldi. Ortimda esa o'zini balkoniga ega bo'lgan oshxona va albatta studiya formatidagi mehmonxona, ya'ni bemalol ovqatlarni mehmonlarni ham shu yerning o'zida kutib olishingiz mumkin. Koridor bo'ylab yurib kelganimizda esa o'ng qo'limdagi navbatdagi xona bu bolalar yotoqxonasi bo'ldi. O'zini alohida balkonchasi ham mavjud. Ortimdagi bitta eshik orqali kattalar hududiga kirib kelamiz. Ya'ni bu yerda yana bitta eshik orqali yotoqxona qismiga, yana bitta eshik orqali sanuzelga kirib kelishingiz mumkin. Aytganman, san'at saroyi oldida joylashgan bo'lsa, konsert paytida shovqin kiradi deyishingiz mumkin. Ha, albatta shovqin bo'ladi. Lekin quruvchilar buni oldini olgan holda O'zbekistondagi eng sifatli romlarni o'rnatishgan. Ya'ni bu Engelberg romlari. Ovozni o'tkazmaydi, issiq sovuq, ya'ni izolyatsiyani ham zo'r amalga oshirib beradi va juda ham sifatli romlar hisoblanadi. Ushbu xonadonimizda domda gaz, svet, suv va kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. Hovli qismiga o'zingiz kirishingiz uchun parolda terib kirishingiz kerak. Avtomobil bilan kirish uchun esa ushbu pult yordamida darvozani ochishingiz kifoya. Hovlimiz yopiq hudud hisoblanadi. Avtomobilingizni qo'yib, bemalol xonadonning ichiga chiqib ketishingiz mumkin.